Tarixda Amerika Qo'shma Shtatlari uchun eng og'riqli harbiy urushga aylangan urush bu shubhasiz Vyetnam urushi edi. Ushbu bosqin keyingi Afg'oniston va Iroqqa qilingan yurishlar bilan taqqoslab bo'lmaydigan darajada yirik oqibatlarga olib kelgan. Vyetnam mojarosida AQSh deyarli 60 ming askar yo'qotgan. Bu urush Amerikaning o'zida ham yirik tarixiy va siyosiy voqealarga sabab bo'lgan. Masalan, aynan shundan so'ng hatto AQSh prezidentlariga Kongressning roziligisiz harbiy kuchdan foydalanish taqiqlanadi. Janubiy Sharqiy Osiyo uchun esa bu urushning oqibatlari yanada jiddiyroq bo'lgan. Vyetnamliklar orasidagi qurbonlar soni hali ham turli bahslarga sabab bo'lsa-da, aniq aytish mumkinki, ushbu urush paytida 3 milliondan 4 milliongacha odam halok bo'lgan va mojaroning harbiy siyosiy oqibatlari Laos va Kambodjada kommunistik inqiloblarga olib keladi. Demak, bugun o'sha ma'lum va mashhur Vyetnam urushi haqida gaplashamiz. Har bir zamonaviy urushda bo'lgani kabi, Vyetnam urushida ham ko'pincha janglar taqdirini aloqa vositalarining sifati hal qilardi. Amerikalik askarlar ishlatgan ANPRC-77 radiostansiyalari tez-tez buzilar, junglilardagi namlik va issiqqa chidamay eng muhim pallada pand berib qo'yardi. Ilk marta aynan Vyetnam urushida tungi ko'rish priborlari Starlight Scope ommaviy sinovdan o'tgan. Lekin ular hozirgi smartfonlarimizning tungi rejimidan ham ancha kuchsizroq edi. Tasavvur qiling, agar o'sha paytda askarlarda sifatli texnika, tezkor yetkazib berish va eng muhimi ishonchli kafolat bo'lganida tarix boshqacha tus olishi mumkin edi. Aloqa va texnika borasida muammo bo'lmasligi uchun sizga albatta sifatli do'kon kerak. Bugungi kunda eng zamonaviy qurollarni, ya'ni kuchli smartfonlar va uyingiz uchun kerakli maishiy texnikalarni asahi.uz saytidan topishingiz mumkin. Ko'p uchrataman, ba'zida sotib olgan texnikangdan muammo chiqsa, mijoz servis yuradi. Ba'zan 2 oylab ehtiyot qism kutadi. Asahi esa 1 yil to'liq o'zining kafolatini beradi. Muammo chiqsa, o'zlari hal qilib berishadi. Smartfonlarga muddatli to'lovlar ham hammasi haqqoniy ko'rsatilgan. Buyurtma qilgach orqasidan qo'shimcha soliq, sug'urta yoki penya chiqib kelmaydi. Yaqinda bir do'stimizda iPhone bilan 4 oydan keyin muammo chiqqandi. Servis tuzatib bo'lmaydi deb xulosa bergach, Asahidagilar uni shunchaki yangisiga almashtirib berishdi. Hoziroq pastdagi havolalar orqali saytga o'ting va o'zingizga kerakli texnikani tanlang. Va eng muhimi, Alimov 25 promokodi bilan qo'shimcha 100 ming so'mlik chegirmaga ega bo'ling. Biz esa yana hikoyamizga qaytamiz. Vyetnam shimolida Xitoy va Tankin ko'rfazi, janubda Janubiy Xitoy dengizi, g'arbda Laos va Kambodja o'rtasida joylashgan 2000 km uzunlikdagi tor quruqlikdir. Bu hududning katta qismi tog'lar bilan qoplangan. G'arbiy chegara bo'ylab shimoldan janubga qarab o'rmonli tog' tizmalari cho'zilgan. Shimolda poytaxt Hanoy atrofida, janubda esa Mekong daryosi deltasida keng hosildor tekisliklar joylashgan. Janub butun mamlakatni oziq-ovqat bilan ta'minlaydigan muhim mintaqa edi, chunki bu yerda yiliga 3 marta guruch hosili yetishtirilardi. Fransuz Hind-Xitoyi dastlab hozirgi Vyetnam va Kambodja hududlarini o'z ichiga olgan. 1893-yilda unga Laos ham qo'shiladi. Bu yerlardagi Fransiya hukmronligi juda shafqatsiz edi. Vyetnam mustaqilligini tiklashga uringan har qanday kuch ayovsiz jazoga duchor bo'lar, muxolif guruhlar esa juda rang-barang va turli-tuman qatlamlardan tashkil topgandi. 1930-yilda bu yerda Hind-Xitoy kommunistik partiyasi tashkil etiladi. Fransuzlarning kolonial siyosati oqibatida turli qatag'on va surgunlarni boshdan kechirgan bu partiya Ikkinchi jahon urushi boshlanishi bilan mustamlakachi hukumatlarga qarshi Hind-Xitoy qarshiligining boshida turadi. Ikkinchi jahon urushi paytida mamlakatni yaponlar bosib oladi. Ular fransuzlarga mustamlaka ustidan nazoratni saqlab qolishga imkon beradi. Bu vaziyatni keyinchalik Vyetnam milliy yetakchisi Ho Chi Minh xalq bo'ynidagi ikki tomonlama imperialistik bo'yinturuq deb ta'riflagan edi. Urush tugagach, Ho Chi Minh mustaqil Vyetnam davlati tuzilganini e'lon qiladi. Buyuk Britaniya va AQSh qo'llab-quvvatlagan fransuzlar esa albatta bunga ko'nishni istashmaydi. 1946-yildan 1950
1954-yilgacha davom etgan birinchi Hind-Xitoy urushida Ho Chi Minh boshchiligidagi Vyetnam mustaqilligi uchun kurash ligasi bo'lgan Vietmin otryadlari fransuz mustamlakachi qo'shinlarga qarshi jang qiladi. Aynan shu davrda Vyetnam ikki mintaqaga bo'linib ketadi. Janubda AQSh yordamiga tayanadigan antikommunistik davlat tashkil topgan bo'lsa, shimolda Ho Chi Minh boshchiligidagi kommunistlar davlati paydo bo'ladi. Vyetnam bo'linganidan so'ng AQSh Janubiy Vyetnamda prezident Ngo Dinh Diemga tayanishga va ushbu janubiy hududni Osiyo bo'ylab tarqalayotgan kommunizm balosidan himoya qiladigan ishonchli qal'aga aylantirishga qaror qiladi. Ammo Diem rejimi xalqni xohish irodasiga tayanmagan va o'zini xalq qo'llab-quvvatlashini maqsad ham qilmagan despotik tizim edi. Garchi aholining atigi 10% ushbu dinga e'tiqod qilsa-da, hukumatda asosan katoliklar ustunlik qilgan. Davlatdagi asosiy lavozimlar ham Diemning qarindosh urug'lariga topshirilgan. Uning ukasi Ngo Dinh Nhu bir nechta muhim lavozimlarni egallagan. Masalan, u bir vaqtning o'zida ichki ishlar vaziri va prezidentning bosh maslahatchisi edi. Boshqa ukasi Ngo Dinh Tuk esa Hue shahrining arxiyepiskopi bo'lgan. Diem hukmronligi siyosiy korrupsiyaning yaqqol namunasi edi. Undan siyosiy, iqtisodiy yoki ijtimoiy islohotlar o'tkazishga jiddiy urinishlarni kutib bo'lmasdi. Biroq AQSh Diemning jamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanmasligiga e'tibor bermay, unga to'g'ri yo'lda ekanligini har tomonlama uqtirardi. Diem bilan bo'lgan barcha ommaviy uchrashuvlarda amerikalik siyosatchilar uni maqtab, antikommunizmning tayanchi sifatida qo'llab-quvvatlashlarini izhor etardilar. 1957-yilda Diemning AQShga tashrifi paytida prezident Dwight Eisenhower uni qahramonligi va mamlakatni mohirona boshqargani uchun ko'klarga ko'taradi. Nyu-York ko'chalarida uni tantanali kutib olishadi. Oradan 4 yil o'tgach, vitse-prezident Lyndon Johnson Diemni osiyolik Cherchill deb ataydi. AQShning kelajakda Vyetnamda barqaror demokratik davlat qurish umidini puchga chiqaradigan diktatorga nisbatan bag'rikenglik bilan munosabatda bo'lishining asosiy sababi uning mutlaq antikommunistik qarashlari edi. 1960-yilda Vyetnam shimolida kommunistlar boshqa muxolif guruhlar, buddistlar, millatchilar, turli mayda diniy oqimlar va ziyolilar bilan birga Janubiy Vyetnam Milliy ozodlik fronti bayrog'i ostida birlashadilar. AQSh bu frontni kommunistik tashkilot deb e'lon qilib, uni Vietcong, ya'ni Vyetnam kommunisti iborasining qisqartmasi bilan ataydi. Endi shimoldan kommunistlarning kirib kelish xavfi yo janubdagi tinch namoyishlar soni ham tez suratda ko'payib borardi. 1963-yil 8-mayda Janubiy Vyetnam armiyasi bo'linmalari Hue shahridagi namoyishga hujum qilib, 9 ta rohibni o'ldirganida vaziyat hal qiluvchi nuqtaga yetadi. Diem mamlakatda harbiy holat e'lon qiladi. Butun mintaqa bo'ylab armiyaning maxsus kuchlari buddist ibodatxonalariga hujum uyushtiradi. Ushbu hujumlarning ertasi kuni Saygonga AQShning yangi elchisi Henry Cabot Lodge tashrif buyuradi. Armiya generallari darhol unga Diem va uning oilasiga qarshi tayyorlanayotgan fitna haqida xabar berishadi. AQSh bosimi ostida harbiylar o'z rejalarini keyinga qoldirgan bo'lsa-da, prezident Kennedy 2-sentyabr kuni Walter Cronkite'ga bergan intervyusida Amerika Diemning avtoritar boshqaruvni cheksiz davom ettirish niyatida emasligini ma'lum qiladi. 1963-yil 1-noyabrda kechiktirilgan to'ntarish amalga oshadi. Harbiylar Diem va uning ukasi Nhu'ni hibsga olib, ertasi kuni armiya mashinasining orqa o'rindig'ida otib o'ldiradilar. AQSh tayyorlanayotgan to'ntarishdan xabardor edi va Diem hamda Nhu'ning o'ldirilishidan larzaga tushganini rasman e'lon qilgan bo'lsa-da, bunga jimgina ruxsat beradi. Shu vaqtdan boshlab Janubiy Vyetnamda hokimiyat butunlay AQSh qo'liga o'tadi. Ularning mamlakatdagi samarasiz va poraxo'r amaldorlarga nisbatan murosasozligi mamlakatda islohotlarga umuman umid yo'qligini anglatardi. 1945-1973-yillardagi Amerika prezidentlarining Hind-Xitoyga nisbatan siyosati haqida aniq faktlarga tayanib fikr yuritish mumkin bo'lsa-da, John Kennedy misolida ikkita jiddiy qiyinchilik mavjud. Birinchidan, boshqa barcha prezidentlarga qaraganda Kennedy Janubiy Vyetnam yo'nalishida ancha murakkab va ehtimol ziddiyatli strategiyani tanlagan. Ikkinchidan, u bu yerdagi rejalarni to'liq amalga oshirishga ulgurmay halok bo'lgan. Shu sababli
Truman, Eisenhower, Johnson va Nixonga nisbatan Amerikaning Janubiy Sharqiy Osiyoga aralashuvini kuchaytirishda aynan John Kennedyning roli ko'proq nazaralarga sabab bo'ladi. Darvoqe do'stlar, kanalimizda John Kennedy haqida alohida video bor, o'tib ko'rishni maslahat beraman. 1961-yil yanvarda Kennedy prezidentlik lavozimiga kirishganda Vyetnam na hukumat va na Amerika jamiyati uchun jiddiy muammo bo'lib ko'rinmagan edi. Kennedy va uning prezidentlik saylovidagi raqibi Eisenhower o'rtasidagi uchrashuvlarda Vyetnam faqat bir marta tilga olingan. Eisenhowerga o'sha paytda Vyetnamdan ko'ra Laos sotsialistik tashkilotining Laos monarxiyasiga qarshi tahdidi yanada dolzarb muammo bo'lib tuyulgan. Biroq Kennedy Janubiy Vyetnam bilan bog'liq barcha masalalardan allaqachon yaxshi xabardor edi. Zem bilan u hali viloyat gubernatori sifatida AQShga tashrif buyurgandayoq uchrashgan. 1951-yilda esa shaxsan o'zi Vyetnamga borib kelgan va keyinchalik uni Janubiy Sharqiy Osiyoda erkin dunyoning tayanch nuqtasi deb ta'riflagan edi. Ko'plab tarixchilar Vyetnam ishlariga o'zidan oldingi prezidentga qaraganda ko'proq aralashgani va urushni to'liq amerikalashtirgani uchun javobgarlikni Kennedyga yuklashlari tushunarli. Boshdanoq Kennedy turli yechimlar o'rtasida tanlov qilishi mumkin edi. Biroq har safar u Amerikaning urushdagi ishtirokini kuchaytiradigan variantlarni tanlashga majbur bo'ladi. Vyetnamda 1961-yil yanvardagi 750 nafar Amerika maslahatchi va harbiylarning soni Kennedy o'ldirilgan paytga kelib, ya'ni 1963-yil noyabrda 16,000 nafarga yetgandi. Kennedy havo hujumlari sonini keskin oshiradi. Ularga amerikalik uchuvchilarning jalb etilishiga, kimyoviy defoliantlar qo'llanilishiga va og'ir qurollangan vertolyotlardan foydalanishga ruxsat beradi. Oqibatda Vyetnam janubi AQShning harbiy yordamiga tobora ko'proq qaram bo'lib qoladi va 1964-65-yillardagi inqiroz paytida keyingi prezident Lyndon Johnsonning tanlovi ham oldindan hal qilib bo'lingan edi. Bundan tashqari Kennedy ham ommaviy chiqishlarda, ham shaxsiy suhbatlarda Vyetnamdan chiqib ketish haqidagi har qanday ishoralarni rad etardi. 1963-yil 2-sentyabrda Walter Cronkite'ga bergan mashhur intervyusida u hech ikkilamasdan bunday variantni katta xato deb atab qat'iyan rad etadi. Prezidentning halok bo'lishidan bir necha hafta oldin uning bu muammoga yondashuvi yanada aniq ravshan bo'lib ko'rinadi. U ma'qullagan Milliy xavfsizlik agentligining so'nggi memorandumi AQShga Janubiy Vyetnamni faqat 1965-yil oxirida, lekin amerikaliklarning ishtiroki endi zarur bo'lmagan taqdirdagina tark etishga ruxsat berardi. Prezident Johnson uchun yozilgan birinchi shunday memorandum esa kommunistlarga qarshi choralarni kuchaytirishni tavsiya etgan bo'lib, mayda tafsilotlarni hisobga olmaganda Kennedy uchun yozilgan memorandum bilan bir xil edi va Johnson ham uni ma'qullaydi. 1963-yil 21-noyabr sanasi qo'yilgan ushbu hujjatning birinchi bo'limi AQShning Janubiy Vyetnamga nisbatan pozitsiyasini aniq-tiniq tavsiflaydi. Qo'shma Shtatlarning Janubiy Vyetnamdagi asosiy vazifasi bu tashqaridan boshqariladigan va qo'llab-quvvatlanadigan kommunistik fitnaga qarshi kurashda Vyetnam xalqi va hukumatiga yordam ko'rsatishdan iboratdir. AQSh Milliy xavfsizlik agentligining memorandumi. AQSh mudofaa vaziri Robert McNamaraning 1995-yilda yozilgan O'tmishga nazar: Vyetnam fojiasi va saboqlari kitobida muallif Kennedy hukumatining jangovar kayfiyatiga shubha bildiradi. Mening fikrimcha, uning bizni Vyetnamdan olib chiqish ehtimoli yuqori edi. Eng muhimi, prezident urushni to'liq amerikalashtirishdan bosh tortdi. AQSh mudofaa vaziri Robert McNamaraning O'tmishga nazar: Vyetnam fojiasi va saboqlari kitobi. 1961-yil oktyabrda general Maxwell Taylor 8000 jangchidan iborat bo'linma yuborishni tavsiya etganda Kennedy buni rad etadi. Kennedy prezidentlik davrida undan muntazam ravishda Laos va Janubiy Vyetnamga qo'shin yuborishni talab qilishsa-da, u Janubiy Vyetnam muammolarini hal qilish uchun Amerika armiyasidan foydalanishni ma'qul ko'rmaydi. Uning o'ldirilishi paytiga kelib, McNamara va senator Mike Mansfield kabi bir qator maslahatchilar prezidentni Vyetnamdagi vaziyat amalda umidsiz ekanligiga va mojarodan chiqish bo'yicha ishlab chiqilgan rejani amalga oshirish vaqti kelganiga ishontirishga muvaffaq bo'lishgan edi. Kennedyning Janubiy Sharqiy Osiyo muammolariga yondashuvi sovuq urush sharoitida AQSh obro'sini saqlab qolish va Osiyoning yana bir mamlakatida kommunistlar g'alabasini oldini olish istagi bilan belgilangandi. Bu masalada ham Janubiy Vyetnamni himoya qilish majburiyatida ham uning siyosati ko'p jihatdan Eisenhower merosiga asoslangandi. U o'zi Lyndon Johnsonga qoldirgan meros esa siyosiy barqarorligi va harbiy qudrati butunlay AQShga bog'liq bo'lgan Janubiy Vyetnam edi. AQShning mintaqa ishlaridagi ishtiroki barqarorlashuvga yaqinlashmasdan aksincha keskin kuchayishi Johnsonga cheklangan miqdordagi tanlovlarni qoldiradi va ularning hech biri AQShning Hind-Xitoy mojarosidan tezda chiqib ketishni nazarda tutmasdi.
Urushga qarshi bo'lgan jamoatchilik, kongressmenlar va prezident maslahatchilari ko'pchiligining fikricha, AQShni Vyetnam urushiga tortish uchun javobgarlik bir kishining, prezident Lyndon Johnsonning zimmasida edi. Zero aynan uning davrida nisbatan kichik mojaro 3 milliondan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan va AQSh xazinasini deyarli quritgan keng ko'lamli harbiy kampaniyaga aylanib ketadi. Bundan tashqari ushbu keskinlashuvni oqlash uchun 20-asr Amerika siyosatidagi ehtimol eng katta yolg'on zarur bo'ladi. Lyndon Johnson Janubiy Vyetnamdagi vaziyatning yomonlashayotganini ko'rib, AQShning shimolga nisbatan siyosatini o'zgartirishga tezda rozi bo'ladi. 34A deb nomlangan operatsiya rejasi Shimoliy Vyetnam transport tizimini izdan chiqarish uchun diversiya reydlarini, kommunistlarning Laosdagi bazalarini bombardimon qilishni, shuningdek De Soto kodi ostidagi turli razvedka operatsiyalarini boshlashni nazarda tutardi. Bunda Amerika esministlari Shimoliy Vyetnam qirg'oqlari bo'ylab suzib, razvedka ma'lumotlarini to'plar va Shimoliy Vyetnam hududidagi diversiya reydlarini qo'llab-quvvatlardi. Shu paytdan boshlab Amerika strategiyasi shimolga bosim o'tkazish va janubdagi hukumatni bevosita qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'lib qoladi. Johnson AQShning Janubiy Vyetnam ishlariga to'g'ridan-to'g'ri aralashishi xavfiga tayyor emasdi. Biroq 1964-yil 2-avgustda Shimoliy Vyetnam patrul kemalari Amerikaning Maddox esminetisiga, 2 kundan so'ng esa Turner Joy esminetisiga hujum qilgani haqidagi xabarlar uni Kongressdan AQShning Janubiy Sharqiy Osiyodagi manfaatlarini himoya qilish uchun zarur choralar ko'rish bo'yicha ruxsat so'rashga undaydi. Kongress Tankin rezolyutsiyasini bir ovozdan, Senat esa 88 ta yoqlovchi va 2 ta qarshi ovoz bilan qabul qiladi. Endi Johnsonning yo'li ochiq edi va u Kongressga qayta murojaat qilmasdan jangovar harakatlarni boshlashni ma'qul ko'radi. O'sha paytda ko'pchilik bu xabarlarning haqiqiyligiga shubha qilmagan bo'lsa-da, 2005-yilda AQSh Milliy xavfsizlik agentligi ikkinchi hujum bo'lmaganligini ko'rsatuvchi bir qator hujjatlarni oshkor qilgan. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, AQSh ma'muriyati allaqachon bosqinga tayyorgarlik ko'rayotgan va buning uchun shunchaki bahona izlayotgan edi. Mamlakatda saylovoldi kampaniyasi ketayotgani bois Johnson Kongressdan olgan vakolatlardan darhol foydalanmaydi. Aslida u saylovoldi nutqlarida Vyetnam haqida deyarli gapirmaydi. Hatto bir marta Vyetnam muammosini tilga olib, amerikalik yigitlarni 9-10 ming mil uzoqlikka osiyolik yigitlarning o'zlari bajarish kerak bo'lgan ishni bajarish uchun yuborish niyati yo'qligini ta'kidlaydi. Prezidentlik saylovlarida ishonchli g'alabaga erishgach, Johnson 1965-yil fevral oyida Shimoliy Vyetnamni birinchi marta bombardimon qilishni buyuradi. Ushbu olovli nayza operatsiyasi shimolni janubdagi isyonchilarni qo'llab-quvvatlashdan voz kechishga majbur qila olmaydi va mart oyi boshida momaqaldiroq gumburlashi operatsiyasi boshlanadi. Bu kampaniya 3 yilga cho'ziladi. Uning davomida amerikaliklar butun Ikkinchi jahon urushi davomida sarflanganidan deyarli 2 barobar ko'p bomba tashlaydilar. Vyetnamga harbiy yordam ko'rsatish qo'mondonligi rahbari general William Westmoreland aviatsiya bazalarini himoya qilish uchun quruqlikdagi qo'shinlarni yuborishni so'raydi. Birinchi bo'linmalar mart oyida yetib keladi va yozda hujum vazifalarini olishadi. Yil oxiriga kelib Vyetnamdagi Amerika qo'shinlari soni taxminan 200 ming kishiga yetadi. Lekin urush avjiga chiqqan bo'lsa-da, AQSh uchun g'alaba istiqboli juda mavhum ko'rinardi. 1968-yil 31-martda Johnson bombardimonni vaqtincha to'xtatishni e'lon qiladi va shimol bilan tinchlik muzokaralarini boshlashni taklif etadi. Shu bilan birga u prezidentlikka qayta nomzodini qo'ymasligini ma'lum qiladi. Chamasi o'z yordamchilarini keyingi oyda Vyetnamga qo'shimcha qo'shin yubormaslik haqidagi maslahati Johnsonni urushda g'alaba qozonib bo'lmasligiga ishontiradi. Chunki o'sib borayotgan moliyaviy xarajatlar byudjet taqchilligini 1965-yilga nisbatan 24 milliard dollarga oshirib yuborgan edi. Bundan tashqari Johnson doimiy ravishda sog'liq muammolariga duch kelar va prezidentlikning ikkinchi muddatini o'tay olishiga shubha qilardi. AQShning Vyetnamdan qo'shinlarni olib chiqish, Johnsonning esa avval kabinetni tark etish vaqti kelgan edi. 1967-yil oxirida Vyetnamdagi Amerika qo'mondonligi kommunistik kuchlarning holdan toygani va urushda g'alaba qozonish ehtimoli haqida optimistik bayonotlar beradi. AQSh hisob-kitoblariga ko'ra, shu paytgacha ular 220 ming raqibni yo'q qilgan. Bu esa go'yo urushda burilish yasashi kerak edi. Qo'mondon Westmoreland hatto Janubiy Vyetnamdagi atigi 285 ming kommunist qolganini e'lon qiladi. Biroq general Westmoreland bu vaziyatda faqatgina o'z istagi bilan haqiqatning o'rnini almashtirayotgan edi. Vaziyatni o'zicha qulay tarzda ko'rsatishga intilib, Amerika qo'mondonligi o'ziga qarshi turgan kuchlar sonini kamaytirib ko'rsatadi. O'tgan yillar davomida Vyetnam yangi yili bo'lgan Tet bayrami paytida
Har ikki tomon askarlari ushbu muhim bayramni oilalari davrasida nishonlashlari uchun bir necha kunlik tinchlik e'lon qilish an'anasi shakllanib qolgan edi. 1968-yilgi Tet bayrami yanvar oyining oxiriga to'g'ri kelardi. Kommunistlar odatdagidek tinchlik e'lon qiladilar, ammo ko'p o'tmay Janubiy Vyetnamning deyarli barcha yirik shaharlariga hujum qilib, keng ko'lamli hujumni boshlab yuboradilar. 44 ta tuman markazidan 36 tasiga Vyetnam xalq armiyasi qo'shinlarining umumiy soni 84 ming kishidan iborat birlashgan kuchlari hujum qiladi. Hatto bir guruh Vyetkongchilar AQShning Saygondagi elchixonasi hududiga ham bostirib kirib, bir necha soat davomida AQSh kuchlari tomonidan yo'q qilingunga qadar u yerda mudofaada turadilar. Shunday qilib, Vyetnam kommunistlari urushni bir zarba bilan yutib olishga urinayotganga o'xshardi. Ular Janubiy Vyetnam armiyasi sarosimiga tushib tarqalib ketadi. Fuqarolar esa 1967-yilda prezidentlikka saylangan Nguyen Van Thueni obro'siz hukumatiga qarshi qo'zg'olon ko'taradi deb umid qilishgan edi. Lekin Tet hujumi kommunistik kuchlar uchun og'ir harbiy mag'lubiyatga aylanadi. Ular 54 mingdan ortiq jangchisini yo'qotadilar va Janubiy Vyetnam armiyasi saflarida tartibsizlik keltirib chiqara olmaydilar. Shuningdek, Janubiy Vyetnam aholisini qo'zg'olonga undash ham qo'llaridan kelmaydi. Bundan tashqari, Tet hujumi davrida amerikalik oilalarning aksariyati harbiylarning vahshiyliklarini o'z ko'zlari bilan ko'radi. Ilgari AQSh harbiy havo kuchlari yillar davomida Janubiy Vyetnam qishloqlarini bombardimon qilgan bo'lsa, endi Janubiy Vyetnam shaharlarini bombardimon qilishga majbur bo'ladi. Janubiy Vyetnam armiyasi respublika tashkil topgandan beri harbiy asirlarni o'ldirib kelayotgan edi. Ammo bu safar Janubiy Vyetnam politsiyasi boshlig'i general Nguyen Ngoc Loaning qurolsiz Vyetkonglik asirga o'q uzayotgan surati butun dunyoda shov-shuv keltirib chiqaradi. Bu esa AQShdagi urushga qarshi chiqqan odamlarga qo'shimcha dalil bo'ladi. Albatta, bu urush davomida kommunistlar ham yetarli vahshiyliklar sodir etgan. Ular Hue shahrini qisman egallaganlarida bir necha ming tinch aholini o'ldirgan. Biroq bu voqealar Associated Press suratkashlari yoki NBC operatorlarining kameralari oldida sodir bo'lmagan. Natijada AQSh hukumati ommaviy axborot vositalarini qo'llovini sezilarli darajada yo'qotadi. Ba'zi jurnalistlar esa unga ochiqdan ochiq qarshi chiqishni boshlaydi. Harbiy nuqtai nazardan Tet hujumi qo'mondonlikning urushga yondashuviga keskin ta'sir ko'rsatadi. Amerika va Janubiy Vyetnam qo'shinlari g'alaba uchun katta qurbon beradi. 1968-yil yanvar-aprel oylarida 3000 dan ortiq amerikalik askar halok bo'ladi va AQShning Vyetnamdagi umumiy yo'qotishlar soni 16500 ga yaqin kishini tashkil etadi. Bu ushbu urush davomidagi boshqa har qanday yilga qaraganda ko'proq yo'qotish edi. General Westmoreland nima qiladi? U kommunistlar orasidagi ulkan yo'qotishlar Vyetkongni mag'lubiyat yoqasiga olib keldi deb hisoblagan holda yana 206 ming kishilik qo'shimcha kuch so'raydi. Washington siyosatchilari Tet voqealaridan turli xulosalar chiqarishadi. Senatning Tashqi ishlar qo'mitasi 11-12 mart kunlari o'tkazilgan eshituvlardan so'ng harbiy siyosatni tubdan qayta ko'rib chiqishga da'vat etadi. Prezident maslahatchilar guruhi esa 25 mart kuni Vyetnamda uzil-kesil g'alabaga erishib bo'lmasligini qayd etib, Jonsonga Westmorelandning so'rovini rad etishni maslahat berishadi. Jonson bu chaqiriqqa quloq soladi. U 31 mart kuni momaqaldiroq gumburlash operatsiyasini to'xtatilganini e'lon qiladi va Shimoliy Vyetnamni tinchlik muzokaralarini boshlashga undaydi. Prezidentlikka nomzod bo'lgan Richard Nixonning urush borasidagi nuqtai nazari uning raqibi demokrat Hubert Humphrey taklif etgandan uncha farq qilmasdi. Nixon urushni tugatish va tinchlikka erishishni va'da qiladi hamda urushni yumshoq yakunlash kerak bo'lsa-da, u sharaf bilan tugashi shart degan fikrni bildiradi. Uning saylovoldi kampaniyasidagi asosiy g'oya harbiy g'alabaning maxfiy rejasi mavjudligini ta'kidlash edi. U prezident sifatida muzokaralardagi o'z mavqeini zaiflashtirmaslik uchun bu rejani oshkor qila olmasligini aytadi. Shu bilan birga Nixon saylovdan bir oy oldin Parijda boshlanishi mo'ljallangan muzokaralarni buzish maqsadida Janubiy Vyetnam prezidenti Nguyen Van Thuy atrofidagilar bilan yashirincha aloqa o'rnatadi. Thuening urushdan keyingi vaziyat haqidagi xavotirlardan foydalanib, Nixon unga muzokaralardan chiqishni va AQShdagi saylovlarni kutishni taklif etadi.
Shundan so'ng Janubiy Vyetnam rahbariga demokratlarnikiga qaraganda manfaatliroq takliflar olishi mumkinligini bildiradi. Saylovlarda g'alaba qozonib, lavozimga kirgach, Nikson milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Henry Kissinger bilan hamkorlikda tez orada Kambodjani keng miqyosda bombardimon qilishni boshlashga qaror qiladi. Shimoliy Vyetnamga bomba hujumlarini qayta boshlash tayyorlanayotgan tinchlik muzokaralariga xalaqit berardi. Biroq Nikson Laos va Kambodja orqali Shimoliy Vyetnamga yordam yetkazib berishni to'xtatishga va shimolliklarga u tinchlikka har qanday narx evaziga rozi emasligini aniq ko'rsatib qo'yishga intiladi. Laos hududiga vaqti bilan zarbalar berilishi davom etadi va shu bilan bir vaqtda Kambodjadagi shimolliklarning aloqa yo'llari va bazalarni bombardimon qilish bo'yicha 14 oylik menyu deb nomlangan maxfiy operatsiya boshlanadi. 1970-yil aprelda Kambodjaga 30 ming kishilik harbiy qo'shin kiritiladi. Bu qo'shin Janubiy Vyetnam markaziy boshqarmasini Hindixitoydagi kommunistik kuchlar qarorgohini yo'q qilishi kerak edi. 1972-yilda Nikson bombardimonlarni yangi darajaga ko'taradi. Shimol armiyasining pasxa hujumi Janubiy Vyetnamni muqarrar mag'lubiyatiga olib kelayotgani sababli u Lanebaker 1 operatsiyasini tashkil qilib, Shimoliy Vyetnamni bombardimon qilishni qayta boshlaydi. 16 apreldan 30 iyungacha 18 mingdan ortiq samolyot parvozi amalga oshiriladi. Momaqaldiroq gumburlashi operatsiyasidan farqli o'laroq, bu kampaniyada joylardagi qo'mondonlar nishonlarni hech qanday cheklovlarsiz tanlaydilar. Nikson Johnsondan ham ilgarilab ketib, 8-may kuni Shimoliy Vyetnamning dengiz orqali ta'minotini to'xtatish maqsadida Haiphong portini minalashga ruxsat beradi. Lanebaker 1 operatsiyasi esa Lanebaker 2 operatsiyasining muqaddimasi bo'lib chiqadi. 18 dekabrda Shimoliy Vyetnamning Hanoy va Haiphong atrofidagi asosiy sanoat hududlarini 11 kun davomida misli ko'rilmagan tarzda bombardimon qilish boshlanadi. Ushbu Rojdestvo bombardimoni natijasida 1600 nafar tinch aholi halok bo'ladi. Amerikaliklar esa 27 ta samolyot va 43 nafar uchuvchisini yo'qotadi. Nikson va Kissinger bu zarbalar Shimoliy Vyetnamni muzokaralar stoliga qaytarganini ta'kidlashsa-da, ko'pchilik tarixchilar bu fikrlarga qo'shilmaydilar. Prezident Niksonning urushni tugatish bo'yicha yondashuvdagi eng qiziqarli jihat shundaki, u havo hujumlarini keng ko'lamda kuchaytirish, shimol bilan muntazam yashirin muzokaralar olib borish va Sir hamda Xitoy bilan munosabatlarni yaxshilashga urinishlarini uyg'unlashtirgan edi. Prezident o'z davlat kotibi William Rogersdan yashirincha Kissingerga shimol bilan muzokaralar olib borishni topshiradi va o'zi 1972-yilda Pekin hamda Moskvaga tashrif buyurib, bu mamlakatlar o'zlarining kommunistik ittifoqchisi bo'lgan Shimoliy Vyetnamga bosim o'tkazishlari uchun harakat qiladi. Nihoyat 1973-yilda Parij kelishuvlari orqali tinchlik muzokaralariga erishiladi. Nikson Shimoliy Vyetnamni muzokaralar stolida saqlab qolishga va tinchlikka erishishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa-da, Janubiy Sharqiy Osiyoda kommunizmning tarqalishini to'xtatishga erisha olmaydi. Parij tinchlik shartnomasining asosiy qoidalari AQShning 1965-yildagi pozitsiyasidan sharmandali chekinishni aks ettirardi. Amerika Qo'shma Shtatlari Vyetnamdan to'liq olib chiqiladi. Mamlakatni tez orada birlashtirish maqsadida janubda saylovlar o'tkazilishi lozim bo'lgan Milliy yarashuv va kelishuv kengashi tashkil etiladi. Kongress prezidentga o'z roziligisiz urush e'lon qilishni taqiqlovchi harbiy vakolatlar to'g'risidagi qonunni qabul qilgan va Hindixitoyda moliyaviy mablag'lardan foydalanishni to'xtatib qo'ygan bir paytda SSSR shimolni qurollantirishni davom ettirardi. Bu vaqtda mustaqil Janubiy Vyetnam prezidenti lavozimidagi Nguyen Van Thuening ham kreslosi qimirlab qolgandi. 1973-yil 27-yanvarda imzolangan Parij tinchlik shartnomasiga ko'ra Amerika qo'shinlari Vyetnamni tark etishi kerak edi. O'sha yilning 29-martida AQSh o'z qo'shinlarini Janubiy Vyetnamdan butunlay olib chiqadi. 1975-yil mart oyida Shimoliy Vyetnam qo'shinlari Vyetnam Respublikasiga qarshi hujumlarni qaytadan boshlab, barcha frontlarda g'alaba qozonadi va Saygonga yaqinlashadi. Nguyen Van Thue AQShdan va'da qilingan yordamni so'rab murojaat qiladi. Xususan, ushbu kelishuvlar doirasida $500 million ajratilishini iltimos qiladi. Biroq AQSh Kongressi yordam berishdan bosh tortadi. Shimoliy Vyetnam qo'shinlari oldinga siljish bilan janublik yuqori lavozimli harbiy qo'mondonlar mamlakatdan qocha boshlaydilar. 1975-yil 21-aprel kuni Nguyen Van Thue o'z vakolatlarini vitse-prezident Chan Van Hongga topshirib, mamlakatdan Tayvanga qochib ketadi. 1975-yil 30-aprelda Vyetnam Respublikasi
Respublikasi, ya'ni Janub so'zsiz taslim bo'ladi. Mamlakatda qolgan barcha amerikalik amaldorlar AQSh elchixonasidan vertolyotlarda Vyetnam qirg'oqlarida kutib turgan kemalarga evakuatsiya qilinadi. Amerikalik mutaxassislarning baholashicha 22 mingdan ortiq vyetnamlik amaldorlar oilalari bilan havo yo'li orqali mamlakatdan chiqarib AQShga joylashtiriladi. Biroq ko'pchilik taqdirga tashlab qo'yilgan holda Shimoliy vyetnamlik g'oliblarni kutib elchixona tomida qolishadi. Bu sizga nimanidir eslatmayaptimi? AQShning ushbu urushni tugatishda mamlakatning ichidagi urushga qarshi katta noroziliklar ham muhim sabablardan biri bo'lgan. Bu urushga qarshi bo'lgan AQShdagi muxolifat o'z tabiati, tarkibi va faoliyati jihatdan juda xilma-xil edi. Uni oqilona yadro siyosati uchun kurash qo'mitasi va talabalar demokratik jamiyati kabi tashkilotlar boshlab beradi. Ammo 1965-yilgacha ular jamoat ongiga kam ta'sir ko'rsatadi. 65-yilda aholining aksariyati Jonsonning urushga qo'shilish qarorini qo'llab-quvvatlardi. Ushbu qaror esa kutilgandek urushga qarshi harakatni jonlantiradi va mojaro kengayib borgani sayin universitet kampuslarida norozilik kampaniyalari, Michigan universiteti va Berkeley universitetidagi seminarlar soni ko'payib boradi. Norozilik kayfiyatlari hatto harbiy bazalarda ham namoyon bo'ladi. Masalan, 1966-yilda Fort Hooddagi 3 ta askar Vyetnamga borishdan bosh tortadi. 1967-yil aprelda qora tanlilar huquqlari uchun kurashchi Martin Luther King norozilik namoyishlariga qo'shiladi. U Amerika qo'shinlarini zudlik bilan va bir tomonlama olib chiqib ketish orqali Vyetnam telbaligiga chek qo'yish kerakligini aytadi. Martin Luther King haqida ham ajoyib ko'rsatuvimiz bor, o'zib tomosha qilishingiz mumkin. Buyuk bokschi Muhammad Ali ham o'z chiqishlarida bu urushni qoralardi. Bunday norozilik namoyishlari esa amaldorlar tomonidan Xanoy xizmatidagi kommunistik tashviqotchilar va targ'ibotchilar deb atalardi. Mamlakatdagi urushga qarshi harakat Richard Nixon prezidentligi davrida haqiqiy yutuqlarga erishadi. Nixon 1968-yilgi saylovlardagi g'alabasini ko'p jihatdan sharafli tinchlikka erishish va'dasi sababli qozongan edi. Biroq keyinchalik Nixonning urushni keng ko'lamli eskalatsiya orqali yutishga urinishi 3 hodisa tufayli barbod bo'ladi. Birinchisi ommaviy namoyishlar. Ular orasida 1969-yil 15-oktyabrda Kapitoliy oldida 250 ming kishi to'plangan Washingtonga yurish alohida ajralib turadi. Ikkinchisi 1971-yilgi qishki askarlar tinglovi bo'lib, unda Vyetnam urushining sobiq ishtirokchilari o'z jinoyatlarini e'tirof etadilar. Uchinchisi esa va eng muhimi Kongress tomonidan Amerika qo'shinlarini Vyetnamdan tashqarida ishlatishni taqiqlovchi Cooper-Church qonunining qabul qilinishi edi. Vyetnam urushi 20-asrdagi eng yirik va eng qonli nizolardan biri hisoblanadi. Ushbu urush sotsialistik yo'nalishdagi Shimoliy Vyetnam hamda AQSh qo'llab-quvvatlagan Janubiy Vyetnam o'rtasidagi qarama-qarshilik sifatida boshlangan bo'lsa-da, tez orada xalqaro miqyosdagi ziddiyatga aylanib ketadi. Bu urush nafaqat Vyetnam taqdiriga, balki butun dunyo geosiyosiy muhitiga katta ta'sir ko'rsatgan. Urushning asosiy sababi Vyetnamni qanday siyosiy yo'l bilan rivojlantirish masalasidagi kelishmovchiliklar edi. Shimoliy Vyetnam mamlakatni sotsialistik asosda birlashtirishni maqsad qilgan bo'lsa, Janubiy Vyetnam va uning asosiy ittifoqchisi AQSh kommunizm tarqalishining oldini olishni ko'zlagandi. Shu tariqa Vyetnam hududi sovuq urush davridagi asosiy qarama-qarshilik maydonlaridan biriga aylanadi. 1975-yilda Saygon qulaydi va Janubiy Vyetnam mag'lubiyatga uchraydi. Natijada mamlakat birlashtiriladi. 1976-yilda esa Vyetnam Sotsialistik Respublikasi tashkil etiladi. Bu voqea Shimoliy Vyetnam uchun katta siyosiy g'alaba bo'ladi. Insoniy yo'qotishlar urushning eng fojiali oqibatlaridan biri edi. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, urushda 2-3 millionga yaqin vyetnamlik halok bo'lgan. Millionlab odamlar yaralangan yoki qochqinga aylangan. AQSh tomonidan esa 58 mingdan ortiq harbiy halok bo'lgan. Kimyoviy moddalar qo'llanilishi sababli hozirgacha ham ko'plab odamlar sog'liq muammolari bilan yashamoqda. Iqtisodiy jihatdan Vyetnam katta vayronalikka uchraydi. Zavod, fabrikalar, yo'llar, ko'priklar, qishloq xo'jaligi yerlari zarar ko'radi. Mamlakat uzoq yillar davomida tiklanish jarayonini boshdan kechiradi. AQSh uchun ham bu urush ulkan moliyaviy xarajatlarga sabab bo'ladi. Xalqaro miqyosda esa Vyetnam urushga qarshi harakatlarning kuchayishiga olib keladi. Ko'plab davlatlarda AQSh siyosatiga qarshi namoyishlar o'tkaziladi. Bu urush AQSh tashqi siyosatini qayta ko'rib chiqishga majbur etadi. Xulosa qilib aytganda, Vyetnam urushi nafaqat bir mamlakat taqdirini, balki
balki butun dunyodagi siyosiy munosabatlar tizimini o'zgartirgan tarixiy voqeadir. U milliy ozodlik uchun kurash, geosiyosiy raqobat va inson fojiasi qanday chuqur oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yaqqol namoyon etadigan tarixdir. Mana do'stlar, bugungi sonimiz ham o'z yakuniga yetdi. Doimgidek sizlardan kanalga obuna bo'lib qo'yishni so'rayman, chunki bu bizga yangi videolar qilishda juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, biz esa sizga tarixning yangi sahifalarini ochishda davom etamiz. Omon bo'ling.